O'zgarish Ribalov 24/7 dan esingizda bo'lsa mana shu almog'ini cho'tini olgan edim. Mazza qilib ishlayapman. Mana natijasini ham o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Poplovka bo'lyapti. Mana Baxtiyor akamiz hozir olib beradilar. Qadrdonlar, poplovka yo'nalishiga o'tsanglar, o'zingiz bilasizlar buni kayfini. Qarab turinglar, poplovkamiz hozir asta-sekin. Mayda balu juda ko'payibdi. Shunaqangi yutma kichkina kurchukdan foydalanyapman. Yes. Ket. Bitti switchok. Bitti switchok. Malades. Mana eng adrenalin qadrdonlar, sizlar bilan ulashaman shu joyini kuzatishni davom etasizlar. Mana operatorimiz Baxtiyor do'stimizga ham kattakon rahmat. E'tibor bilan ilmlari darajasida bu holatlarni videoga olib turibdilar. Qaraslarni nazar tutamiz. Hammaga shunaqa go'zal o'g'li qilish nasib qilsin. Ularni albatta oxirida qo'yib yuboramiz, chunki bular hali yashaydigan karaslar. Kechki shom oldi bo'ladigan karas o'g'imiz juda ham chiroyli bo'lyapti. Ularni albatta oxirida qo'yib yuboramiz. Bu yil men niyat qildim, ushlagan baliqlarimni kerakli holatini olamiz, sanoqli holatini qolganlarini qo'yib yuboramiz. Albatta bu oxirida tarozga tortiladi, chunki bugun o'zaro bir musobaqa uyushtirganman. Hammani natijalarini tarozga tortgan holatda oxirida qo'yib yuboramiz. Rahmat kattakon, o'zingiz barobardan bersin. Sog' bo'ling. Sog' bo'lasizlar, rahmat. Shunaqa kengroq fikrlardan berganingiz uchun yangi boshlovchilarga ancha ilm bo'ladi.